Bu qissani tandingizmi? Qornimiz to'q yursa bu. O'zim xohlagan narsalarim, yangi kiyimim yo'q bo'lsa ham qornimiz to'q bo'lsa bu. Ha, albatta taniysiz. 1,5 oy oldin butun internetni yig'latgan qizcha Mashhuraxon bo'ladi. Shunday go'zal, shunday nafissan. Qornimiz to'q bo'lsa bo'ldi, o'zim uchun hech narsa so'ramayman degan qizcha bugun baxtli. Sababini hozir tushuntiraman. Bu o'y ularni eski o'yi. Endi ko'rishinglar mumkin azizlar. Biz Mashhura va uning oilasi uchun mana shunaqa uyni bunyod etyapmiz. Azizlar, 1,5 oy oldin aytib o'tganimdek, Mashhuraxon va uning oilasi zak bosgan uyda qiynalib yashashardi. Juda ko'p insonlar uylarigacha keldi, ehsonlar tashab ketishdi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, Xudo xolasa yana 1 oy, 2 oydan keyin mana shu uyimiz